bir marta yeb ko'rgan odam qayta so'raydigan trubочка shirinligimiz. Yaxshilab margarin bilan unni urvoq holatiga keltiramiz. 2 tuxum sarig'i va smetanani solib xamir qoramiz. Keyin 4 bo'lakka bo'lib 1 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Ozgina qotsa yoyish oson bo'ladi. Ana keyin yaxshilab yoyib, yupqa qilib yoyamiz. Keyin 4 sm dan qilib har birini kesib chiqamiz. Kesgan xamirlarimizni trubочка qolibiga birin-ketin o'rab chiqamiz. Agar sizda bunday qolip yo'q bo'lsa, ложкаga o'rab qilsangiz ham bo'ladi. Men buni Valbertdan zakaz qilganman, Rossiyada bo'lganim uchun. O'zbekistonda shu tortga qoliplar sotadigan joydan topsangiz bo'ladi. Keyin har birini o'rab chiqqanimizdan keyin 180 gradusga duxovkaga yuboramiz. 15-20 minut hammani duxovkasi har xil minutda pishiradi. Meniki 15 minutda pishib chiqdi. 15 minutda pishib chiqqan trubочkalarimizni osongina qolipidan ko'chiramiz. Sovigandan keyin kremini boshlaymiz. Kremini qilish uchun oldindan xolodilnikka krem qiladigan idishingiz va nasatkani solib qo'yish kerak 10-15 minutga. Ana keyin slivka, saxarli pudrani yaxshilab mikserlab krem holatiga keltiramiz va trubочkalarni har birini kremlab to'ldirib chiqamiz. Bu shirinlikni sotuvga qilsangiz ham 2 barobar foyda qoladi. Sotuvi chaqqon shirinlik. Yegan odam qayta zakaz beradi. Bir martaga bo'lsa ham qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yoqsa, muxlisangizni duo qilishni unutmang. Yurakchani qizartirib ketishni ham unutmang, bilasiz-a, ko'nglim ko'tariladi. Obuna bo'lishni ham unutmang. Bundan zo'rlari hali oldinda. Mana shirinligimiz ham tayyor. Kelinglar mehmonga.